Musaffo osmon bilan tutashgan Ko'kitang tog' tizmasi bag'rida joylashgan Surxon davlat qo'riqxonasida hududdagi har bir hayvonot va nabotot olami muhofazaga olingan. Bu qo'riqxonaning eng muhim ramzlaridan biri Burama shoxli tog' echkisi, ya'ni mohruhlardir. Ularning eng kam uchraydigan kenja turi aynan shu yerda saqlanib kelmoqda. Qo'riqxona tashkil etilgan yili morxo'rlarning soni 70-80 bosh atrofida bo'lgan bo'lsa, hozirgi kunda ularning soni 1000-1200 boshga yetgan. Hududdagi hayvonot dunyosi har yili bahor va kuzda 2 marotaba sanoqdan o'tkaziladi. Muxbirimiz Sardorbek Lolayev qo'riqxonada bo'lib, sanoq jarayonlari va uning ahamiyatini o'rgandi. Surxon davlat qo'riqxonasi 1986-yilda tashkil etilgan bo'lib, 7 ta bo'limdan iborat. Biz esa Vandob bo'limidamiz. Ayni paytda esa kuzgi sanoq davri boshlangan. Mazkur tizimda ham qo'riqxonada har bitta hayvonot va nabotot olamini sanoqdan o'tkazish mana bu kabi elektron tarzda, ya'ni fotoqopqonlar orqali amalga oshirilyapti. Biz turgan manzilda esa 17 ta fotoqopqonlar bor. Ayni paytda esa mutaxassis fotoqopqonni o'rnatish jarayonlarini amalga oshiryapti. Fotoqopqonlar asosan buloq va jilg'alar yoniga o'rnatiladi. Sababi hayvonlar yilning 4 faslida ham suvga ehtiyoj sezadi. Bu esa ularni onlayn kuzatish va sanash imkonini beradi. Bundan tashqari fotoqopqonlar qo'riqxona hududiga kirgan brakonyerlarni aniqlashda ham qo'l keladi. Buloqlarni boshida qo'yib ketayotganligimiz, bu yerdan kakliklar kelib suv ichadi, morxo'rlar, Buxoro tog' qo'ylari kelib suv ichadi, kabanlar va boshqa hayvonlar kelib suv ichadi. Biz kelguncha ertalab 28 bosh Buxoro tog' qo'yi ko'rdik. 37 ta morxo'r echkilarni ko'rdik. Bu yerda ko'rishingiz mumkinki, har xil noyob turdagi hayvonlar bor va ularni kuzatish uchun mana bu kabi durbinlardan foydalanish kerak. Qo'riqxona xodimlari esa har bitta hayvonlarni nazorat qilish, shuningdek, bu yerdagi hayvonlarni sanoqdan o'tkazishda mana bu kabi otlardan foydalanadi. Qo'riqxona hududida esa 17 ta mana bu kabi otlar bor. Mana xizmat otlari bilan, xizmat avtomashinalari bilan ta'minlanganmiz. Bularni ta'minlashdan asosiy maqsadimiz mana shu qo'riqlash xodimlari ish samaradorligini oshirish, uzog'ini yaqin qilish maqsadida. Chunki bu hozir turgan joyimizdan dengiz sathidan 1700-2000 metr balandlikda turibmiz. Bu yerda xodimlarni to'liq uzoq masofaga ot bilan borib, o'zini xizmat vazifasini o'taydi. Asosan bizda hayvonlar tabiiy holda ko'payadi. Chunki bu qo'riqxonada pitomlik yaratilmagan. Chunki shunday tabiatda o'zlari ko'payib, hayvonlarimiz hozir yildan yilga 15% ga ko'paygan holatini uchratib turibmiz. Hozirgi bu kuzgi sanoqda ham hayvonlarimizni qanchaga ko'paygan holatini yoki qaysi tur hayvonimiz kamaygan holatini bu sanoq davri yakunida bilib olishimiz mumkin. Qo'riqxona o'z nomi bilan qo'riqxona. Bu yerdagi hayvonot va nabotot olamiga tegish va bu manzildan olib chiqib ketish qonun bilan taqiqlangan. Ko'rib turganingizdek, mana bu daraxtning yoshi ham 150-200 yoshda. Shoxlari esa singan holatini ko'rish mumkin. Lekin shunday bo'lsa ham, bir dona shox ham olib chiqib ketilmagan va bu yerda qo'riqxona hududida chirishi va shu yerda qolishi kerak. Hattoki o'lgan hayvonlar ham. Qo'riqxona hududida fuqarolar kira olmaydi. Kira olmasa ham o'zimizning xodimlar yurgan jarayonda ham yo'llarni bo'yida fotoqopqonlarni qo'yib ketamiz. Umumiy maydoni 23802 gektarni tashkil etadigan Surxon davlat qo'riqxonasida 192 turdagi hayvon va 807 xil o'simlik navlarini uchratish mumkin. Surxon davlat qo'riqxonasi esa hayvonot va nabotot olamining xilma-xilligi bilan respublikada qattiq muhofaza etiladigan 8 ta qo'riqxonalardan biri sanaladi. Surxon davlat qo'riqxonasida 807 turdagi o'simlik dunyosi bo'lsa, ularning 47 tasi O'zbekiston Respublikasi Qizil kitobiga kiritilgan. Misol uchun, mana bu kabi namataklar. Bu kun Sardorbek Lolayev, Xolmat Ne'matullayev, Surxondaryo.